Men ko'p xato qilib qo'yganman bu hayotda. Ko'proq aytib turaman, yaxshi ko'rishimni o'shani qilib qo'ymayman. Portlab ketadi. Qo'lingga qo'lqop biyniki, qalinki deb yuradigan inson meni onam. Men o'sha turasizmi? Topa olmayman, onamga yo'qotsam. Agar onangizdan uzr so'rashingiz kerak bo'lsa, nima sababdan uzr so'ragan bo'lardingiz? Yomon gapirganlarimga shu ba'zi bir vaqtlarda, situatsiyalarda yomon gapirib qo'yganman, даже baqirib qo'yaman, поэтому shunga uzr so'rab qo'ygan bo'lardim. O'zi uzr so'rashingiz osonmi yoki qiyinmi? Juda qiyin. Kam hollarda uzr so'rayman. Yaxshi ko'rishingizni aytishingiz osonmi yoki uzr so'rashingiz osonmi? Yaxshi ko'rishimni aytish osonroq deb o'ylayman. Ko'p aytdim. Aha, ko'p aytaman. Kamroq aytaman-da, uzr so'rashda. Yaxshi ko'rishni ko'proq aytaman. Men ko'p xato qilib qo'yganman bu hayotda. Так что sabab topilgan bo'lardi. Men aytishim shartmi? Agar aytsa bo'ladigan narsa bo'lsa, aytishingiz mumkin. Bo'pti, давайте eng normalnisini, короче, paraga ketaman deb paraga bormagan vaqtlarim bo'lganda, o'shaning uchun kechirim so'ragan bo'lardim. Qolganini aytmayman. Yaxshi ko'rishingizni aytishingiz osonmi yoki uzr so'rashingiz osonmi? Ikkovi ham qiyin. Qaysi birini ko'proq ishlatib turasiz hayotda? Ya'ni ko'proq yaxshi ko'rishingizni aytasizmi yoki ko'p xato qilib uzr so'raysizmi? Ko'p yaxshi ko'rishimni aytsam kerak. Uzr so'raganim oxirgi marta esimda yo'q просто. Balki uzr so'raydigan ish qilmaganmisiz yoki uzr so'radingiz? Mana shunaqa yaxshiman. Uzr so'raydigan ish qilmaganman. Onamdan kechirim hammasi uchun. Заслуженный farzand bo'lamaganim uchun ko'proq uzr so'ragan bo'lardim. Ko'proq yaxshi ko'rishingizni aytishingiz qiyinmi yoki kechirim so'rashingiz qiyinmi? Yo'q, ikkalasi ham doim ko'proq aytib turaman. Yaxshi ko'rishimni, kechirim so'rashim qiyinroq, lekin baribir kechirim so'rayman. Baribir so'raysiz, xatoyingizni tan ola olasiz. Da, yaxshi. Men O'sha turasizmi? Ishga ketadilar-da, nimadir qilib qo'y deydilar-yu. Nimadir teyini o'chirib qo'y deydilar. O'shani qilib qo'ymayman. Portlab ketadi shundan. yaxshi ko'rishingizni aytishingiz osonmi yoki uzr so'rashingizmi? Yaxshi ko'rishimni aytish. Ko'p aytib turasizmi? Yo'q. Nimaga? Bilmadim. Sabab bor bo'lish kerak-ku. Nimaga yaxshi ko'rishingizni olamiz-ku axir bu? Xo'p, aytaman, har doim aytaverman-da, yo'laman. Ingliz tilini tashlab koreys tiliga o'tib ketganim uchun uzr so'rargan bo'lardim. Bu narsa ularni xafa qilganmi? Ingliz tilini oxirigacha anaqa olib bormaganim uchun oyim ham xafa bo'lganlar, lekin hozir ingliz tilida biladigan darajam juda zo'r. O'shaning uchun ham xursand hozir. Ko'proq yaxshi ko'rishingizni aytishingiz osonmi yoki kechirim so'rashingiz osonmi? Ko'proq yaxshi ko'rishim oson. Ko'p aytib turasizmi? Juda ko'p. Uyqusiz tunlari uchun bilib bilmay dillarni ortiq qattiq gapirib qo'ygandirmiz. Shuning uchun har doim kechirim so'rayman, uzr so'rayman. Uzr so'rashingiz qiyinmi yoki yaxshi ko'rishingizni aytishingiz qiyinmi? Yaxshi ko'rishimni aytishim qiyinroq. Aytib turasizmi o'zi? Yo aytmaganmisiz shu vaqtgacha? Ona bo'lgandan keyin aytishni boshladim. Ungacha ayta olmasdim. Men yoshligimda ko'p xafa qilganman onamlarni. Hozir onamlar umra safaridalar. Onamdan uzr so'rayman. Hamma qilgan xatolarimga, yoshlikda qilganlarimga. O'sha paytda so'rab olganman, lekin yana qayta so'rayman. Yaxshi ko'rishingizni aytishingiz qiyinmi yoki uzr so'rashingiz qiyinroqmi? Uzr so'rashim. Yaxshi ko'rishimni ko'p aytaman. Juda ham ko'p aytaman onajon. Chunki onam men dunyoga keltirganlar, sababchilar. Mana hozir 40 ga to'lyapman. 40 yoshgacha meni har doim telefon qilib "Sukin, qo'lingga qo'lqop biyniki, qalinki" deb yuradigan inson meni onam. Chunki onam dunyoda yagona menga g'amxo'rim, har taraflama onam meni topa olmayman, onamga yo'qotsam. To'g'risi. Onamdek aziz inson yo'q menga, otam onamdek aziz insonim yo'q. Onamga hozir duo qilaman, esalomon umra safaridan kelib olishlarini so'rayman. Esalomon kelib olsinlar. Ilohim.